oq rang so'rovdinglar, mana olib kelib qo'ydik oq ranglarni, maslalar. Lekin oxini o'sha 5 tasini sotib yubordik. Ani qolmay qolsa xafa bo'lish yo'q. Ana skitkami? Skitkada mana Midnight bez probek mana. O'sha jaydari. O'zimizning maytafonlar. Mana shu kam omadingni bersin, boshida aytganman, hozir ham aytaman, bundan ham martaba yuqori bo'lsin. Xudo xolasa. Ota-onasining duosini olib, undan ham zo'r bo'lsin. Aytganingiz kelsin aka. Men xursand bo'ldim. Addi shu ko'zligi yosh kelib ketdi ko'rib. 37 million so'm boshiga. Ha. 3 million 200 ming so'mdan olib to'lab. Hammasi 5 yilga. qisqa sodda. Murakkab narsa emas. Murakkab emas bu, ani qiynalib, o'zini qiynab, ani pul qayerga ketdi, bu qayerga ketdi emas. Oddiy. 35 million so'm 3 yilga 4 million 440 ming. Ha. 37 million so'm 5 yilga 3 million 200 ming. Mana olib kelib qo'ydik, qoralaridan ham 12400 yilib qo'yganmiz ichiga. Ha. Mana 12400 yilib qo'yganmiz, 12300 dan berib yuboramiz. 12300 dan. Mana naqd bo'lib to'lash. Oqidan yana mana ikkita bekitib qo'ydik, orqaga ham yana. Oqi ham shu narxmi aka? Shu 400 ham. Sergeli mashina bozoridan barchaga alangalik assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek kanal admini Jahongir. Bugun 5-iyul haftaning yakshanba kuni bozorga tushdik. Xudo xolasa, har doimgidek do'stlar, Cobalt narxlarini bilish uchun sizlarga bugun Cobalt narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Aynan Shavkat akaning oldiga yetib keldim do'stlar. Xo'p, bozor ishlayaptimi deganlar uchun do'stlar, har kuni ish jarayonda ekan. Bozorga kirish chiqish joylar juda bir chiroyli qilib qo'yilgan ekan, buni qaranglar. O'zgarishlar katta bozorda. Kiramiz, hozir ma'lumotlar beramiz do'stlar. Har doimgidek optim narxlarda Cobalt kerak bo'lsa, to'g'ri 5-qatorga kirib kelaverasizlar. Glavniy darvozadan kirish, har bitta kiradigan joy qator do'stlar. 5-qatorga kelsanglar, Shavkat akani o'zlari shu yerda savdo qiladilar do'stlar. Bir dona like'lar bosib turamiz. Qani nima gaplar, nima yangiliklar Cobaltlarda? Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisiz aka? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Charchamiz. Xudoga shukr aka. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Sergeli mashina bozor, eng katta bozor. Xo'p, endi Xo'ja akam bilan yana bir bor so'rashamiz. Nimagaki ota-onasini Jahongir umriga bordinglar. Ha, birgaliklar. Necha kun bo'ldinglar? 16 kun, 17 kun. Nechiga chiqishdi ota-ona? 55 ga chiqishdi. 55 ga chiqishdi. Mana ota-onasini olib borib keldi. Biz ham ko'rdik. Like'larni bosdik, duolarda bo'ldi. Xursand bo'lib o'tirdi ukam. Rahmat e'tiboringiz uchun. Mana shu kam omadingni bersin, boshida aytganman, hozir ham aytaman, bundan ham martaba yuqori bo'lsin. Xudo xolasa. Ota-onasining duosini olib, undan ham zo'r bo'lsin. Aytganingiz kelsin aka. Men xursand bo'ldim. Addi shu ko'zligi yosh kelib ketdi ko'rib, maza qildim. Mana shu Rahmat. adanglar, oyinglar birga hamma yurdinglar. Undan katta ish yo'q. Eng katta ish qilding, ukam. Joningiz sog' bo'lsin. Bozorga qaytadigan bo'lsa, oq rang so'rovdinglar, mana olib kelib qo'ydik, oq ranglarni, maslalar. Lekin oxini o'sha 5 tasini sotib yubordik. Ani qolmay qolsa xafa bo'lish yo'q. Ana skitkami? Skitkada mana Midnight bez probek mana. O'sha jaydari. O'zimizning maytafonlar jaydari 24-yillarga qaytyapmiz yana mana. 28 kilo. 25 bularni yili. Masla 155 millionlik mashinalar. O'tgan safar qorasi edi shularda. Qora ham mana, marhamat. Qoralar ham mana, seroq qarang. qoralar ham mana. Olib kelib qo'ydik, qoralaridan ham 12400 yilib qo'yganmiz ichiga. Ha. Mana 12400 yilib qo'yganmiz, 12300 dan berib yuboramiz. 12300 dan. Mana naqd bo'lib to'lash. Oqidan yana mana ikkita bekitib qo'ydik, orqaga ham yana. Oqi ham shu narxmi aka? Shu 400 ham. Bu 300 bo'lmaydi oqi. Qorani 300 qilib berdik mana. Qorani mana 12300 dan. Bez probek hammasi, jaydari Midnight. Soni cheklanmagan kiyurasizlar, qora, Serobagan-ku, uni qaranglar. qora, oq qo'ydik. Muddatli to'lov ham bor, so'movoy, muddatli to'lov ham bor. Naqd ham bor. Farqi yo'q. Muddatli to'lovga, masalan, salondan Primoy nomiga Hamid Salonda to'g'ri shu spravka bo'ladi, masalan. Ha. Xo'p, muddatli to'lovga shu qora 12300 dini olishsa, boshiga qancha, oymoy qancha so'mni? Xo'p. 3 yilga olishsa agar Ha. 35 million so'm Ha. boshiga
Bo'l, 3 yilga 35 million so'm bosh to'lov, bo'ldi. birlamchi. Boshqa hech qanaqa xarajat bo'lmaydi. Ha, 4 million 440 ming so'mdan 3 yilga. 3 yilga. Ha. 5 yilga olishadigan bo'lsa, arzon qilib aytadi direkt Ha. 5 yillik. 37 million so'm boshiga Ha. 3 million 200 ming so'mdan oylik to'lov. 5 yilga. Hammasi 5 yilga. qisqa, Hammasi sodda. oddiy. Bunaqa murakkab narsa emas. Murakkab emas bu, ani qiynalib, o'zini qiynab, ani pul qayerga ketdi, bu qayerga ketdi emas. Oddiy. 35 million so'm 3 yilga 4 million 440 ming, Ha. 37 million so'm 5 yilga 3 million 200 ming so'm. Har kuni ishlaydi aka. Har kuni ish. 35 million pul bilan kelishsa, o'sha qora maslalarni chiqazib berasanlar, to'g'rimi? Primoy nomliligi Nomliga bo'lib to'laysiz. ofitsialniy garantiyalari bilan oyma-oy to'laysiz. 2 million farq qilar ekanda, 3 yillik, 5 yillik bosh to'lovi. Bular mana ham sug'urtani o'zimizning jaydar motori bo'ladi bular. 155 million davlat bahosi, metan propanni sinovdan o'tgan yorvoration. O'zimizning jaydari baquvvatidan degan Jaydari degani mana shu eski jaydar mana. Ha. Monitorsiz, o'sha MCMsiz, Farqi shu bitta monitori bor. monitor bilan tablo. bir tiyinga qimmat. Zato narxidan gapim 13 ming bo'lsa, Ha. 12300 dan qoralarni beryapmiz. Hozir mana Ism arzon. $700 arzon bo'lyapti bu. Qoralari mana bu 600 arzon bor. 600. Ana. 155 million bo'lganda 13 mingga yaqin. Ha, probeklilar-chi aka, probeklilar ham bormi? Probeklilari Ha. bor. Kevrasizlar, endi probekli manda bo'lmasa ham bozor katta. Aylanib yurganlarni pulinglarga qarab olaverasiz. Sotiladigan kobaltlar bo'lsa, naqd pulga olib qolaveramiz, barter ham bor. Katta mashinalaringlar bo'lsa ham, inomarka elektromobil bo'lsa ham olib qolaveramiz. Inomarka ham olib qolaverasiz. Mana bu yerda mana MCM ham bor ekan do'stlar, 26 bes probek. Yo bu serob, bu hamma joyda bor. Hamma joyda. Bundan ochkalar bor. Mana bundan kam Noyoblari. noyob bo'lib qoldi. Har doimgidek katta gapirmaymiz, baqirmaymiz. Mana buncha o'tib beraman, buncha o'tib beraman. Vizib bizga yarashmaydi. Biz top beraverasiz qo'ldan kelgancha. bilasan-ku, spokойный, shu 20-30 yildan shu tinch yuramiz. Tinchligiga yetmaydi. Katta gapirib. Hop, Kia bo'ladimi, BYD bo'ladimi, Chazor bo'ladimi, Tahoe Traverse bo'ladimi, naqd pulga olib qolamiz. Kevrasizlar, egalaridan kraskasi toza, urilmagan yaxshi mashinalar bo'lsa bu kobaltlarni любойni olamiz. Xudo xolasa. Hop, videoning oxirida mijozlarning fikrini joylab qo'yamiz. Tashqarida joyingiz yo'q. Tashqarilar obod bo'lib ketibdi. Tashqarilar umuman mashina kirish qismida to'g'ri kirib, mana shu 5-darvoza Cobalt boshi. Kirish yilida saygaklar mana bu yoqda bor, yoqda bor deydi, o'shanga ahamiyat bermay to'g'ri kirib kelasizlar, manzil shu yerda. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Duoni ol, hammani bozorini bersin, kelinglar, xizmatinglardamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat aka. Instagramda Shavkat Avto, like, подписка. Mikrofon bersangiz. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlaymiz. Ko'rib turganlaringizdek, o'tgan safar faqat qoralar bo'lib turuvdi. Endi bu safar mana oq ham bor. 4 ta 5 ta. Boshini aytib o'tib ketdi. Ulgurdi. Bo'lmasam oq hadovoy rang, tezroq ketib qoladi. Qoraga nisbatan, endi qorani ham o'z muxlislari bor. Qora 12400, $100 yana skidka bor ekan. 12300 bo'lyapti shunda do'stlar. Kelaverasizlar. Ha. Glavniy darvozadan kirish har doimgidek 5-qatorni boshida Shavkat akaning joylari. Naqd, avtokredit bo'lib to'lash. Gaplashib olaverasizlar, pastda nomerlarni qo'yib qo'yganmiz. Har kuni ish jarayoni. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Rahmat hammaga. Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman, xudo xolasa mana Qashqadaryo qat'iy ketdi. Bu Qashqadaryoni Dehqonobod degan tumani ketdi aka. Qashqadaryo Dehqonobod. Yana bittamiz Doda. Qashqadaryo qat'iy ketdi. Qichimiz qattigaligini e'tiboring bo'l. Gapirmanglar, prosta qat'iy ketdi. Qamashiga. Bo'l. Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman, mana Qamashiga ham ketdi. Xo'p. Oka, mana keldingiz. Keldim. Salonga 156 million qanchadir ekan. Lekin haqiqatan ham salondan arzon oldik. Qanchaga oldingiz? Etilgan. 146 million oldik. Dollar ko'rganda 12 Kurs ko'rganda 12300 ga oldik. Etilgan narsa bo'ldi. Aytilgan narxdan ham juda arzon. Haqiqatan ham kelib olsalaringiz bo'lar ekan Toshkentda.
Qashqadaryo, Rahmat. Surxondaryo Olgan chempion. pullaringiz halol bo'lsin. Hamma Sizlar ham yaxshi kunlarimizga Ishingiz mana birpasda bitdi. Sarson bo'lmadingiz. 2 soat ham o'tmadi ishimizga. Haftani mana Tez payshanba kuni hujjatlarimizni kelaveringlar. oldik. Mana. Xursand bo'lib minib ketyapmiz. Qayerga ketdi dedingiz? Dehqonobod tumani. Dehqonobodli aka-ukalarga salom. Hammani xonadoniga yaxshi mashina nasib qilsa mana dodamgilar ham mana navarotlarni qilib yotishibdi. Kesinglar bir joyda hamma ishinglar bitib ketadi. Chexol, polik taxlab ketaverasizlar. Naqdga ham bor, so'movoy bo'lib to'lashga ham nominglarga qilib beramiz. Kelaveringlar. Rahmat. Assalomu alaykum Shavkat avto muxlislari. Bugun mana haftani seshanba kuni Masli qora Midnight'imizdan yana bitta sotildi Guliston tumaniga, Guliston shahar, Guliston tumaniga. Ismingiz nima edi? Husniddin akam kenayimga tug'ilgan kunlariga sovg'a qilibdilar. Barakasini bersin. Bundan ham zo'rlarni sovg'a qiling. Ko'ninglar deb bo'ldimi hammasi? Rahmat sizlarga ham. Yaxshi osongina olib ketdik mana. Bugun oldik. Bugun shartnoma hammasi bo'ldi. Kelishdi. Narxlari necha pul bo'ldi? Endi ko'ngildagidek bo'ldi. Etilganda skidkada undan ham arzonga oldinglar. Kelaverasizlar. Hozircha bor. 12400 dan aksiyaga qo'yuvdik. Bularga doimiy yani podpischilarimiz bo'lgani uchun 12300 dollar qilib berdik yana. Xudo xolisa yaxshiligiga haydang, bundan ham zo'rlarini haydanglar, tegida shamol o'tsin. Olgan ham, sotgan ham baraka topsin. Alloh hammani omadini bersin. Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman. Har doim bugun mana haftani dushanba kuni bo'lsa ham Surxondaryo qatiga ketdi. Qiziriq aka. Qiziriqqa ukamga qarasak, Surxondaryo Qiziriqqa ketdi. Qiziriqli aka-ukalarga salom. Bo'ldi, aka, gilamni. Aka, narx-navoni ayting. Qanchaga oldingiz? Aytilgan mana. Narxi. Tan narxi mashina qanchaga oldingiz? 140 bo'ldi. Yo'q, dollarda aytvaring. Dollar. 12400. 12300. 12300 ga oldingizmi? 12300 qilib berdik. O'ziga ham hayajonlanib qolishyapti. 155 million davlat bahosi 13000. Skidga 700 dollar qilib mana qilib berdik. Aytilgan narsa bo'ldi. Birpasda ishinglar bitdi. Xursandmisizlar? Xursandmiz aka. Katta rahmat. Olgan ham sotgan ham mana Baraka topingiz. ukam pulini yig'ib adasiga olib berdi. Ukam omadingni bersin. Dodabdi duo qilib endi. Amin. Yoshlarga omad. Yangi mana zafarlar tilaymiz. Doim biz xizmatimizda bo'lsin. Sizlar ham ishlaringizda chiqqicha mana sizlarga omad. Tam mashinadan tushmadi, kibrdi bo'lamaylik. Ketishyotdi, men to'xtatib olib qo'yibman. Ko'pchilik chiqib ketib qo'yib, to'xtatganimni olib turibman. Yaxshi aytib olinglar. Hop, P'ga olasiz. Hop, mana 26 yangi mashinamiz ozgina probega bilan doda qayerga ketdi? Andijonga narx qanaqa bo'ldi? Aytavering. 12100 bo'ldi. Kraskalari top-toza. Toza, hamma yo'g'i Ideal. yaxshi. Birpasda ishingiz bitdimi? Bitti. 1 soatga qolmay ham ishlar. Xursandmisiz? Xursandman. Hammani xonadoniga yaxshi mashina nasib qilsa, eson-omon yetib oling, doda. Mana aksiyadagi hamma ranglarni olib kelib qo'yganmiz. Naqdga ham bor, muddatli to'lov, so'movoy bo'lib to'lab olsanglar ham bo'ladi. Har kuni bozor ishlayapti, kelaveringlar. Mana dushanba kuni har doim aytaman, dushanba, seshanba, chorshanba kelaveringlar bozor ishlaydi deb. Mana 26 Masli M7imiz sotildi. Xudo xolisa qayerga ketdi aka? Yunusobod Toshkent aka. Yunusobod Toshkentlik aka-ukalarga hammamizga salom. Hammani xonadoniga yaxshi mashinalar kerak bo'lsa xizmatinglardamiz. Aka, narx-navosi qanaqa bo'ldi? Aka, aytilgan gapga javob bo'ldi. Zo'r narx aka, xudo Necha xolisa. pulga oldingiz mana? 12400 ga baraka bo'ldi. 26 Masla. Masla yurmagan. Avtosalon davlat bahosini hisobladingiz. Necha pul bo'lyapti? 156 lik. 13000 ga tushdi bu. Ancha arzon Bahosini bo'ldi. 600 dollar ham qanday? Albatta aka. Gai xarajatingizga unga. Joni sog' bo'lsin. Aka, yaxshi kunga mening, xudo xolisa sotiladigan iloyim sotmang. Qaytadigan bo'lsa ham o'zimiz olib qolamiz. Bundan ham zo'rlari nasib qilsa. Joni sog' bo'lsin aka. Kelinglar xizmatinglardan. To'ppa-to'g'ri kelinglar aka, hammaga tavsiya qilaman. Sog' bo'ling, rahmat. Mana bugun haftani seshanba kuni har doim aytaman, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba kelaveringlar har kuni ish kunimizni. Mana davlat bahosi 156 millionlik M7 26 mizni okam naqd pulga oldilar. Xayrli qilsin aka, yaxshi kunga mening. Hop, mijozlarimiz mana ko'pil tomoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Sarson bo'ldingizmi? Oldindan zaklat ber, pul ber, bo'ldimi? Yo'q, unaqa narsalar bo'lmadi. Keldik, 1 soatga qolmay ishimiz bitdi.
Bularga rahmat, akalarga, hammaligiga. Kalitni berdi u. Ha, kalitni oldim. Hujjatni ko'rdingiz, o'qidingiz, nomingizga o'tgandan keyin pul berdingiz. Shunaqa. Ishonchli, xotirjam, sarsongarchilik, mashina serob tanlab olasizlar, kalitni sog'ib olasizlar. Chunki hujjatni olib olasizlar, keyin pul berib chiqib ketasizlar. Kassaga to'la, unga bor yo'q. Xohlasanglar so'mni bo'lib to'lash ham qilib beradi bolalar. Kelavringlar. Okey, xayrli qilsin. Hamma aka-ukalarga yaxshi kuniga mininglar. Kelinglar. Serob. Rahmat. Bugun mana haftani payshanba kuni Xudo xohlasa Namanganga mana yangi mashinamiz ketdi. Xola Namanganni qayerdan keldi? Namangandan, avtovokzaldan. Avtovokzaldan To'qayev chiroyli qilib Zo'r. Xursandmisiz? Juda ham Bir duo qilib xursandman. qo'ying. Xudomonda mana shu bozorni chiqarganlarni, mashinalarni chiqarganlarni sizlar olib bizlarga berganlaringlarga Ko'ring. martabangiz Ochiq ulug' hammasi. bo'lsin. Xudomonda Hozir boraman. qapkaningiz mana shunaqa mashinalarni Yana bitta mashinamiz ham ketdi. Mana naqdga Xudo xohlasa hojiga xatga ketdi. Samarqand, Payariq. Samarqand Payariqlik aka-ukalarga salom. Hammani xonadoniga yaxshi mashinalar nasib qilsin. Har doim aytaman, mana akam keldingiz, kalitni berdim. Hujjatni nomingizga qilib berdim. Telefoningizda tekshirdinglar, o'zingizmidingiz? Telefoningizni tekshirdingiz, keyin pul berdingiz. Xotirjam ish bitdi. U yoqqa bor, kassaga bor, mashinaga olib beraman. Tez berdi. Zakilarga sarsongarchilik yo'q. Okey? Barcha samarqandliklar xonadoniga yaxshi mashina nasib qilsin. Avvalambor hurmat qilib kelganinglarga ming rahmat hammanglarga. mana biz hech qayerga yurmasdan tayyor istajakada o'tiribmiz. Barakalloh. O'zlari anaqa qilib berishibdi. Nechiga chiqdingiz xola? 74. Biz ham 74 ga chiqmay shu mashinalarni savdo qilib olib haydab ketish nasib qilsin. Alloh akbar. Maza qilib biz minib ketamiz. Rahmat. Qani bor, anaqa bor bo'lmadi. Rahmat. Yaxshi yetib olinglar. Xola o'tiring.